Bugun nima ovqat qilsam ekan deb yuribsizmi? Mana sizga retsept. Bitta yurakcha bosib o'zingizga saqlab oling. Bu mazali taomimizni ko'pchilik bilar yoki da bilmas. Mayli, bismillah deb ishni boshlaymiz. Avvalambor go'shtlarimizni suvi yo'q bo'lguniga qadar qovurib olamiz. Ketidan piyozlarimizni ham xuddi shu holatda takrorlaymiz. Ketma-ketlikda sabzi bilan kartoshkalarimizni ham 1-2 minutdan qovurib olamiz. Ana endi qizartirish uchun tomat, buni ham 1-2 minut qovuramiz, bo'lmasa taxir-tam kelib qoladi. Ketidan suv, tabga ko'ra tuz va ziravorlarni qo'shib olib, 5-10 minutcha qaynatib olamiz. So'ngra guruchimizni ham solib olib, xuddi oshimizni dimlagandek qilib dimlaymiz. Ya'ni guruchlarimizni suvini baland olovda yo'q qilib olib, chiroyli qilib bir joyga to'plab olib, ustini dimlab pishirib olamiz. Mana, kartoshka palovimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham shunday taomni tayyorlab turasizmi? Bizning uyda ustalar va ko'pchilik bo'lgani uchun ko'proq qilib tayyorladik. Shunaqa ko'pchilikning ovqati zo'r bo'ladi. Xohishga ko'ra buni ustiga uksusli piyozlar va tuxumchalar qilib tortsangiz, yanada zo'r ketadi. O'ylaymanki, bu taom qalbingizdan o'zgacha joy oladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Barchaga yoqimli ishtaha.